Qizimning maktabda chap hissasi ekan, shunga shokoladli keks qilib berdim. Shokoladli keksni bu safar ko'proq tayyorlaganim uchun 4 ta tuxum, 1 chimdim tuz, 1 stakan shakar hamda vanilin qo'shib yaxshilab aralashtirib oldim. Ustidan yog'li smetanani qo'shib yana aralashtirib yubordim. Orada eslatma, smetanani o'rniga sut qo'shsa ham bo'ladi. Unga 1 osh qoshiq miqdorda razrixetil qo'shib yaxshilab elab, un bilan teng barobar kakaoni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib bo'lgach 250 gram shidrelitning yarmini eritib ustidan quyib olamiz. Hamda ozgina o'simlik yog'i ham qo'shib olamiz. Endi bir massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib, mayda shokoladchalarni qo'shib olamiz. Shokoladlarimizni qo'shib olgach, silikon idishlarimizni shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib yog'lab chiqamiz. Sababi kekslarimiz qolipga yopishmay chiroyli ajraveradi. Xamirimizni qoliplarga joylab bo'lgach, ustidan shunaqa qilib ozgina shokoladlar sachib chiqib olamiz. Hamda qizib turgan duxovkada 180 gradusda 20 daqiqa pishirib olamiz. Kekslarim juda ham chiroyli bo'lib pishib berdi. Endi qizim maktabiga bemalol upakovka qilib bersam bo'ladi. Retseptim hamda videoyim yoqqan bo'lsa, bittagina like, tayim estigan bittaman.